Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlarga matnni qanday qilib gapirishni o'rgataman. Misol uchun bizga text to speech degan programma kerak bo'ladi. Mana text to speech degan programmani oldik. Buni Play Marketdan yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu programmani biz hozir mana sizlarga men noldan o'rgatib o'taman. Qayerdan olaman desangiz, Play Marketga kirasiz. Mana text to speech deb yozsangiz chiqadi. Text to speech TTS deb yoziladi. Mana ochishni bosamizda, bu yerga mana enter text here deyapti. Shu yerga kiritamiz. Assalomu alaykum deb yozaman. Endi mana bu muzikani bosaman ovozini. Assalomu alaykum. Bu o'qishi ingliz tilida bo'lganligi uchun sal g'alatiroq o'qiydi, lekin bizga shu yordam beradi. Misol uchun yana bizga nima deb yozsak bo'ladi? Hello friends bo'lsak. Hello friends. Mana shunday qilib turib matnda o'qitishni o'rgatib olishimiz mumkin. Bu yerda pitch degani bor. Ovozni har xil tez past qilishi, speech ham tez past. Pitchda o'ta bir g'alatiroq ovoz chiqadi, sekinroq o'qib, tezroq o'qiydigan holda chiqadi. Shu narsalarni qilib o'zimizga kerak narsani tanlashimiz mumkin. Oxirida buni yuklab olishimiz uchun exportni bossak, mana bu joyda save deyapti, TTS audio fayl, ovozli fayl sifatida misol uchun hello deb qo'yaman mana hello. Save deb bossam, demak bu show save faylni bitta bossak, mana bu yerda hello degan maza faylimiz saqlanib qoldi ekan. Mana shunday qilib sizlarga mana matnni qanday qilib musiqaga aylantirishni o'rgatib o'tdim. Uni ko'rib o'rganib olishlar mumkin bo'ladi. Mana bu joyda o'zini hamma nimalari bor. Save fayl bu yerdan kirsa ham bo'ladi mana bu yerda. Tushunarli? E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar.